Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Ozodbek Nazarbekov ba'zi san'atkorlarning behayo qo'shiq va kliplarini erkinlik deb atadi. Pentagon rahbari AQSh, Yevropa va Osiyoni himoyalab kelganini aytdi. Eron Hormuz bo'g'oziga 100 ga yaqin mina joylashtirgan. AQSh harbiylari Hormuz bo'g'ozidagi Eron obyektlariga zarba berish bo'yicha yangi reja ishlab chiqmoqda. Hindiston Trampning mamlakatni do'zax deb ataganini keskin qoraladi. Sog'lig'ingizni bugunoq nazoratga oling. Qon bosimingizni uyingizdan chiqmasdan aniq va oson o'lchang. Avtomatik davleni o'lchaydigan bilakka taqiladi. Tugmani bosasiz, natijasi tayyor. Siz tonometr yordamida yurak urishini ham o'lchashingiz mumkin. Tonometr rus tilida ham ovozli aytib beradi. Bu keksalar va ko'zida muammosi borlar uchun juda qulay. Tonometr ixcham, oson ishlatiladi, aniq natija beradi. Uy sharoitida shifokor nazorati kabi qulaylikni yaratadi. Mahsulot narxi 97 ming so'm bo'lib, to'lovni mahsulotni qo'lga olgandan so'ng qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Pentagon rahbari AQSh, Yevropa va Osiyoni himoyalab kelganini aytdi. Yevropa va Osiyo o'nlab yillar davomida bizning himoyamizdan foydalanib keldi. AQSh va erkin dunyoga layoqatli hamda sodiq ittifoqchilar kerak. Birovning hisobidan yashash vaqti tugadi, dedi Pit Hegseth. Eron Birlashgan Millatlar Tashkilotidan Isroilni harbiy jinoyatlari uchun jazolashni talab qildi. Eronning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi va doimiy vakili bosh kotib hamda Xavfsizlik kengashi raisi nomiga yo'llagan maktubida Isroil Tashqi ishlar vazirligi rahbarining asossiz da'volarini rad etib, shunday deb bayonot berdi. Ushbu rejim o'zining barcha tajovuzkor harakatlari va mintaqa xalqlariga, jumladan Eronga qarshi sodir etgan qo'pol harbiy jinoyatlari uchun javobgarlikka tortilishi shart. Ozodbek Nazarbekov ba'zi san'atkorlarning behayo qo'shiq va kliplarini erkinlik deb atadi. Erkinlik desangiz toqat qilishingiz kerak. Ozodbek Nazarbekov. E'tibor bering, bu so'zlarni madaniyat vaziri aytmoqda. Jorj Orwellning 1984 asarini eslaymiz. Undagi Okeaniya davlatida vazirlikning nomlari va ularning qiladigan ishlari bir-biriga zidligini kulgili va achinarli qilib keltiradi. Tinchlik vazirligi doimiy urushlar qo'zg'aydi. Haqiqat vazirligi yolg'on tarqatish bilan shug'ullanadi va hokazo. Eron hukumati Oq uyning rejalari chippakka chiqqanini ma'lum qildi. Eron hukumati ichida kelishmovchiliklar borligi haqidagi da'volar ko'proq e'tiborni chalg'itishga xizmat qiladi. Bu haqda Eron Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Ismoil Bag'ayi CNN TV efirida ma'lum qildi. Eron rahbariyatida go'yoki mavjud bo'lgan ixtiloflar haqidagi bayonotlar ko'proq diqqatni boshqa tomonga qaratish maqsadini ko'zlaydi. Urushdan keyin diplomatik faoliyat to'liq birdamlik va muvofiqlashtirilgan holda davom etmoqda, deya ta'kidlaydi u. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi 1-2 yil ichida, shuningdek undan avval AQShning asosiy muammolaridan biri Eron xalqini va mamlakatda qaror qabul qilish mexanizmini yetarlicha tushunmayotgani bo'lib qolmoqda. Ularning stereotiplari va hatto baholashlarga asoslangan tasavvurlari shundan iborat ediki, go'yoki iyun oyidagi cheklangan harbiy zarbalar bilan Eronni tiz cho'ktirish mumkin. Biroq bu mutlaqo noto'g'ri bo'lib chiqdi. Dastlabki muvaffaqiyatsizlikdan so'ng ular xuddi shu ssenariyni boshqa yo'llar bilan takrorlashga urinishdi, ammo bu safar ham natija bermadi, dedi Bag'ay. Shuningdek, u Eron qaror qabul qilishda hamjihatlik va tezkorlik ko'rsatib, og'ir qarama-qarshilikdan so'ng yana diplomatiya yo'liga qaytganini aytdi. AQSh harbiylari Hormuz bo'g'ozidagi Eron obyektlariga zarba berish bo'yicha yangi reja ishlab chiqmoqda. Amerikalik harbiylar buni o't ochishni to'xtatish bo'yicha joriy kelishuv buzilgan taqdirda amalga oshirmoqchi. Ular asosiy e'tiborni Hormuz bo'g'ozi, Fors ko'rfazining janubi va Ummon ko'rfazidagi Eron obyektlarini dinamik nishonga olishga asosiy qaratmoqda, deyiladi xabarda. Hindiston Trampning mamlakatni do'zax deb ataganini keskin qoraladi. Mamlakat Tashqi ishlar vazirligi AQSh prezidenti Donald Trampning Hindiston haqidagi haqoratli gaplarini asossiz va noo'rin deb atadi. Tramp radio shoularidan birida tug'ilganlik bo'yicha fuqarolik berish tizimini tanqid qilar ekan, New Delhi va Xitoyni do'zax deb atagan. Rasmiy Delhi bunday izohlar ikki davlat o'rtasidagi o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarga mutlaqo zid ekanini bildirdi. Hindiston muxolifati ushbu gaplarni anti-hindistoncha deb atab, bosh vazir Modidan Trampga keskin norozilik bildirishni talab qilmoqda. AQSh elchixonasi esa Trampning Modi bilan qalin do'st ekanini aytib, vaziyatni yumshatishga urindi. Ushbu mojaro Qo'shma Shtatlarda 5,5 million hindistonlik istiqomat qilayotgan va ikki davlat yangi savdo kelishuvlari ustida ishlayotgan muhim pallada yuz berdi.
Eron Hormuz bo'g'oziga 100 ga yaqin mina joylashtirgan. Eron minalarni kichik o'lchamli baliqchilik kemasiga o'xshash gashti katerlaridan foydalanib joylashtirishi mumkin. Har bir kater 4 tagacha mina tashiy oladi deb yozmoqda Axios nashri. AQSh minalarni tozalash uchun suvosti dronlari, maxsus vertolyotlar va USS Chief hamda USS Pioneer kabi kemalarni ishga solgan, biroq ekspertlar Hormuz bo'g'ozi tor va xavfli ekanini, minalarni tozalash oylab vaqt olishi mumkinligini aytmoqda. Rahbarlar dunyoqarashini mutlaqo o'zgartirishi zarur. Shavkat Mirziyoyev: hozirgi sharoitda barcha rahbarlar o'zi odatlanib qolgan ish uslubi, yondashuvi kerak bo'lsa, dunyoqarashini mutlaqo o'zgartirishi zarur. Bu haqda 24-aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z raisligida o'tayotgan birinchi chorak ko'rsatkichlarini tarmoq va hududlar kesimida tanqidiy tahlil qilish va yilning qolgan davrida qilinadigan ishlar muhokamasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida gapirdi. Prezident kimda-kim birinchi chorak ko'rsatkichi yaxshi bo'ldi, yil yakuniga ham shunday davom etadi deb xotirjamlikka berilsa xato qilishini qayd etgan. Takror aytyapman, global ziddiyatlar, qarama-qarshiliklar, yetakchilik uchun kurash avj olayotgan hozirgi sharoitda dunyo oldingidek sokin bo'lmaydi. Bunday vaziyatda barcha rahbarlar o'zi odatlanib qolgan ish uslubi, yondashuvi kerak bo'lsa, dunyoqarashini mutlaqo o'zgartirishi zarur, deydi Prezident. Bu yil banklar orqali kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga 140 trillion so'm berilmoqda. Masalan, kichik biznesga berilgan har 1 milliard so'm kredit hisobiga Shirin shahrida 20 ta, Uchquduqda 17 ta, Xonobod va So'xda 14 tadan, Tomda tumanida 13 ta doimiy ish o'rni yaratilgan, biroq Uchko'prik, Piskent, Bo'stonliq, Karmana, Qo'rg'ontepa tumanlarida 1 milliard so'mlik kreditga o'rtacha 3 ta ish o'rni to'g'ri kelmoqda. Agar hamma tuman banklari kreditlarni eng samarali loyihalarga yo'naltirganida qo'shimcha 36 ming yangi ish o'rni yaratilgan bo'lardi. Norasmiy ishlayotgan yana 60 ming odamning daromadi soyadan chiqardi. Shuning uchun loyiha tanlashda kredit resurslarini ishlatishda sun'iy intellekt kerak. Lekin viloyat tuman bankirlarini sun'iy intellektga o'qitib, kredit resursini tumanga eng katta samara beradigan loyihalarga yo'naltirishni o'rgatish ishlari susligini tanqid qildi. Soha mas'ullariga tuman bankirlarini sun'iy intellektga o'qitishni boshlash, banklarda sun'iy intellekt maslahatchisi platformasini ishga tushirish topshirilgan. Bu platforma tadbirkorlarga kredit olish uchun loyihaning parametri, risklari, bozordagi talabni sun'iy intellekt yordamida tahlil qilib, tayyor yechimlarni berish kerakligi ko'rsatib o'tilgan. Eron davlat televideniyasi urush qayta boshlangan taqdirda nishonga olinadigan energetika obyektlari ro'yxatini e'lon qildi. Qatardagi Rasgaz va Raslafl LNG obyektlari, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Daz, Zirkuh orollari, Saudiya Arabistonidagi Abqayiq, Safaniya va Xurays obyektlari, Quvaytdagi Burgan neft koni,